turli tuman Instagramdagi videolarga qaramang, o'zlariga klient qilish uchun bu gaz yig'ilibdi, unaqa qilibdi, vitamin yetishmabdi, bunaqa deydi. Nima hammangiz bir nosog'lom bola topib turibman deb o'ylaysizmi? 4-inch sog', ko'kragingiz liqqa to'lib sut kelib turgan bo'lsa, bola yemadi, yig'laydi, boshini orqaga tashlab yig'laydi deydi. Qayerga tashasin? 2 oylik chaqaloqqa hali boshini, bo'ynini, suyagi, mushaklari yaxshi qotmagan. Qayerga tashaysan? Oldinga, yonboshroqqa mana bunaqa tashlab yig'lasinmi? Chiripnoy degan yana yangi dejurniy tashxisini qo'ydirib kelasizlarda, yana miyaga dori berasiz. Keyin 3 yosh bo'lmasdan burib bu dorilarni salbiy ta'sir natijasida nima qilasiz? Bolam ZPPP bo'lib qolibdi, zacheskaya psixическое речевое развитие bo'lib qolibdi deb yana logoped, kuchli nevrolog aqtarib, yana zo'r dori qidirib yurasiz. Bo'lmaydi unaqa narsa. Normada bolaga dori yoki qanaqadir bir muolajalarni qo'llash uchun ko'zlayvermaslik kerak. Sizni bolangiz ham yil qatori bizga o'xshagan bola. Sekin asta yig'lab, ichi ketib, bu qilib katta bo'ladi. Faqat unga tinch muhitni o'z vaqtida sutini berib tursangiz, ustini bit qo'yib qo'ysangiz, tagi bilan xonasini akkuratni tinch ta'minlab qo'ysangiz, o'zi sekin katta bo'laveradi.